Doktor, yaxshimisiz? Menda orqa peshob tuta olmaslik holati. Bu qanday kasallik? Buni davolasa bo'ladimi? Ich ketishi hisobiga shunday bo'lib qoladi. Javob uchun rahmat. Demak, anal sfintr yetishmovchiligi bu nima sababdan paydo bo'lgan? Buni ko'rib chiqishimiz kerak. Bo'lishi mumkin bo'lgan holatlar. Birinchisi, jarrohlik amaliyotidan keyin xuddi shunaqa holat bo'ladi. Masalan, svish operatsiyasini bemor o'tkazadi, unda sfintr kesiladi. Keyinchalik teri-teriga kelgani bilan nerv kelmasligi natijasida suyuq axlat va gazni ushlay olmaslik holati yuzaga keladi. Bu birinchi holat. Bo'lishi mumkin bo'lgan ikkinchi holat nevrologik kasallik fonida bo'ladi. Ya'ni qattiq qo'rquv, stress yoki boshqa surunkali kasalliklar natijasida anusda yetishmovchilik yuzaga keladi. Tonus pasayib ketadi, suyuq axlatni va gazni ushlolmay qoladi. Bir xil bemorlarimiz bo'ladi. Uchinchi holat tug'ma holati ham kuzatiladi. Ya'ni tug'ma anal sfintr yetishmovchiligi ham yuzaga keladigan bemorlarimiz mavjud. Demak, sizda uchala holatdan qaysi biri? Buni ajratib olishimiz uchun siz albatta ko'rikka kelishingiz kerak. Shikoyatlaringizni eshitamiz, instrumental va laborator tekshiruvlar asosida kasalligingizga aniq tashxis qo'yib, samarali yechim topishga yordam beramiz. Sahifamda proktologik sog'lig'ingiz bo'yicha yanada foydali ma'lumotlarni ulashib boraman. Albatta obuna bo'ling.